Короче, baba salva ketdi. Sindi. Sababi boyagi mana bu daraxt ag'anadi. Mana ildizi bilan ketdi mana. Bizning mashinaga sal qolishiga sal qoldi. Lekin mana kabellar osilyapti. Bu yerda kimnidir mashinasiga tushdi. Bu yerda yana qaysidir mashina ham chiqolmayapti. Menimcha qattiq ziyon yetmagan unga ham. Tegmayaptimi nima o'g'lim. Lekin ustiga mavtiga tegan. Bu bor mayli. Mana bu yerda ham sof tegmagan deydi. Zonki tegib turibdi. Mashinalarga ziyon yetmadi. Yo'lga chiqdi. Lekin juda qattiq yomg'ir yog'di. Chidolmadi-da, ko'tara olmadi.